Nikotinli pauchlar taqiqi qog'ozda qolib ketmoqda. O'zbekistonda nikotinli pauchlar savdosiga rasman taqiq qo'yilganiga 2 yildan oshdi. Biroq qonun qog'ozda qolib, amalda bozor o'z bilganidan qolmayotgandek. Kursiv O'zbekiston tahririyati Toshkent ko'chalari bo'ylab nazorat xaridini o'tkazib, taqiqlangan mahsulotni topish qanchalik oson yoki qiyinligini tekshirib ko'rdi. Natijalar esa kutilgandan ham hayratlanarli. Nazorat yo'q, mahsulot esa istalgan burchakda sotilmoqda. Nikotinli pauch u o'zi nima? Avvalo tushunchalarni oydinlashtirib olaylik. Nikotinli pauchlar bu tarkibida tamaki bargi bo'lmagan, ammo farmatsevtik darajadagi toza nikotin, xuddi nikotin saqichlari yoki plastirindagi kabi va oziq-ovqat komponentlaridan iborat kichik yostiqchalardir. Ular lab ostiga qo'yiladi va nikotin qon tomirlariga shilliq qavat orqali so'riladi. Dastlab yo'l chetidagi rastalardan birida to'xtadim va haqiqiy manzara bozor atrofida ochildi. Bu yerda qonunlar ham yangi joriy etilgan, faqat naqd pulsiz savdo talablari ham shunchaki xayoliy tushunchadek tuyuladi. Besh pul. Bitta donasi pochkasichi? 150 ming. Plastik to'qisi bo'ladimi? Nechta? Xayolimdan o'tdi. 2026-yil 1-apreldan tamaki mahsulotlarini faqat kartaga sotish kerak emasmidi? Boshqa bir nuqtada esa manzara yanada achinarliroq. Sotuvchi ayol hatto mahsulot tarkibini ham bilmaydi. Nikotinli pauch bormi deya so'raganimda, men bilmayman, menda mana shular bor deya javob qildi. Bu donasi 15 ming. Pochtasi 2 ming. Faqat shuni o'zimi tushmadi? Biz bor. Olib beramiz, sotaman. Boshqasini bilmayman. Qaniyimiz? Bu qancha? Bu qancha? 60 ming. 65 ming. Nazorat xarididan keyin bir xulosaga kelish mumkin. Iste'mol to'xtatilgani yo'q. U shunchaki soyaga o'tdi. Face to Smoke Free ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda O'zbekistonda 43 million 200 ming dona pauch iste'mol qilingan. Bojxona xodimlari millionlab so'mlik noqonuniy mahsulotlarni ushlamoqda, lekin bozor o'z bilganidan qolmayapti. Agar mahsulotga talab bo'lsa, uni shunchaki taqiqlash qora bozor va kontrabandani gullatish degani emasmi? 2025-yil yanvarida AQShning FDA agentligi 20 turdagi pauchlarni sotishga ruxsat berdi. Sababi oddiy, ular sigaret kabi yonmaydi, tutun va zararli smola chiqarmaydi. Pauchni taqiqlashga asosiy sabab sifatida yoshlarni himoya qilish ko'rsatiladi. Albatta, bolalar nikotin ishlatmasligi kerak. Lekin bugungi nazorat xaridim shuni ko'rsatadiki, aynan taqiq tufayli mahsulot nazoratsiz rastalarga chiqib ketdi. Toshkent bozoridagi tajribam shuni ko'rsatadiki, bugungi taqiq siyosati kutilgan natijani bermayapti. Avvalroq aytganimizdek, yaqingacha nikotinli pauchlar O'zbekistonda qonuniy va aksiz to'lanadigan tovarlar toifasiga kirardi. Qonunchilikka ko'ra, har bir kilogramm mahsulot uchun 154 ming so'm miqdorida aksiz solig'i undirilgan. Biroq joriy etilgan taqiq vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Bugun nikotinli pauchlar do'kon rastalaridan g'oyib bo'lgan bo'lsa-da, qora bozor va Telegram kanallarida ularning savdosi gullab yashnamoqda. Davlat esa mahsulot sifati va uni kimga sotilayotgani ustidan nazoratni qo'ldan boy bergan.